Do'stlar, bugungi o'yinda PSG yutdi, lekin v основном futbol muxlislari yutdi. Chunki do'stlar, sizlar qachondir ko'rganmisizlar, Chempionlar Ligasi yarim finalida 5-4 hisob bo'lganini, bitta o'yinning o'zida. Bu prosta qandaydir futbol bayrami bo'lib ketdi bu o'yin. O'yinning o'zi haqida gapirsam, PSG flank bo'yicha yorib tashadi Bavariyani, 5-2 qilib tashadi o'zi. O'zi agar PSG ham Usmon Dembele bitta moment urolmadi va Usmon Dembele takoy bunaqara o'ynadi. To'g'ri 2+1 qildi, gol, ikkita gol hamda assist. Lekin men uchun bu o'yinning eng dahshat o'yinchisi bu albatta Kvaratskhelia. Kvaratskhelia shunchaki monsterga aylanib ketdi Chempionlar Ligasida. Bu даже Kvaratskhelia просто yorib tashadi Bavariyani. Hammasiga kulib qo'ydi. Bavariya ham ana yotib olgani yo'q hech qatga. Bavariya ham o'zining shanslarini qildi va Bavariyani pressing davleniyasi shunchalik kuchli bo'ldiki, 5-4 hisobi bo'ldi. Kecha agar futbol bayrami bo'lsa, bugun esa futbolning eng yomon kuni bo'lib o'tadi. Chunki bugun Arteta hamda Simeonening o'yinini ko'ramiz. Umuman gol bo'lmaydigan o'yinni. Nol hisob va Arsenal Uglovoydan bitta gol urishini bugun ko'rib qolamiz.